Mashalloh, endi bizni shuncha zapchastlar akalar. Hammasi Rossiyadan kirib keldi. Xudo xohlasa 18-fevral kuni bugun sanamiz. Belarus zapchastlarini ko'rishlar mumkin. Kabinalarimiz, shu perdoglar. Ertalabdan akalarimiz ham kelgan, xudo xolasa. Ko'rishlar mumkin. 245 motorlar. Pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilsanglar to'liq ma'lumotni olishlar mumkin. Hammasi 100% Rossiyadan kirib keldi zapchastlarimiz. Bemalol tanlab olishlar mumkin. Bir ko'p. Xudo xolasa to'liq obzor YouTube'ga olinadi. Storage Tractor YouTube kanalimizda chiqadi. To'liq videosi. Bo'ldi mana akalarimiz. Qayerdan keldinglar aka? Samarqanddan. Qanday zapchast sifati yaxshimi? Yaxshi. Narxlarichi? Narxlari arzon. Bemalol kelaverasizlar Jonibek akamiz oldiga. Pastda ko'rsatilgan nomerga telefon qilsanglar, to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin yana. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzil Sirdaryo viloyati Guliston bozorida akalar. Narxlari holatiga qarab aytiladi, bemalol telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Sirdaryoda akalar. Telefon qilsanglar, sizlarga nima kerakligiga qarab, holatiga qarab narxlari aytiladi. Xudo xohlasa hamma narsamiz bor Belarus uchun.